Bo'ldi endi. U bola emas. Endi u o'spirin. Mana shu joyga e'tibor qarating. O'spirin bu yangi hayotga qadam qo'yayotgan shaxs. O'zgacha отдельный shaxs. Ya'ni ota-ona bo'lsa, ota-onadan keyingi turuvchi shaxs, yangi, ya'ni yetuklikka chiqmoqchi bo'lgan shaxs, o'zining maqsadlari sari harakatlanadigan shaxs, o'zining orzulari bo'yicha nimadirlarni qilib ko'radi, qanaqadir tanlovlarni qilib ko'radi. Voy bunaqa qilma deb unga biz nasihat beraversak, uni xato qilishidan qo'rqib, uni himoyaga olaversak, qutqaraversak, nazoratni kuchaytiraversak bolaga, bola qanaqa qilib bu yetuklikka o'tadi. U o'spirin davrdan kerak bo'lsa pastga qarab tushadi. Bola bo'lib qoladi, bo'ldi. Bolaga aylanib qoladi. Sababi ishonchimiz yo'q. Eng muhimi ishonch bo'lishi kerak. Farzand xato qilib ko'rish kerak, ozroq o'zini hayotda pishar. Lekin uni xato qilishdan qo'rqib, kontrol kuchaytirib, bolaga bosim qilish keragi yo'q. Bizdan uzoqlashadi, yashirinadi, berkinadi. Uni ham tashqarida, ko'chada tengqurlari bor. Ular davrasida aylangisi keladi, yurgisi keladi. Gaplar, o'tirishlarga borgisi keladi. Yaxshi ko'rgan qizlari bor. Gaplashgisi keladi. Kim u, yo'qmi, bu yo'q deb uni nazoratlarini qilgan sari bola kelajakda omadsiz, o'ziga bo'lgan ishonchi past bo'lib paydo bo'ladi. O'rtoqlar, hurmatli ota-onalar, eng muhimi o'z joyimizda tursak biz, o'shanda oilamiz ham, farzandlarimiz ham muvaffaqiyatli bo'lib katta bo'ladi.